Birinchi sovg'amizni beradigan insonimiz kim? Ermatov. Yo'q, ey, meni qo'shmang. Ha, qarayda. Ya, nimaga? Endi, nimaga bitta narsani tushuning. Doim esdan chiqarmang-da. Siz o'rnak bo'ladigan lider bo'lishingiz kerak-da. Men hamkoring yutdimi, sen ham yutishing kerak-da. Sen oldinroq yutib turishing kerak, ko'proq yutishing kerak. Agar yutmasang, q deganini, chunki sizda ko'rganini bajaradi-da. Oldin bitirib olgandik. Tushunyapsizmi? O'zim ham harakat qilaman, nimaga? Shuni qolib ketmay orqaga deb. Tushunyapsizmi? Qolmaslik kerak. Lider odam oldindamisan, bo'ldi, oldindasan. Seni nimadir kopiya, sizdan kopiya olish kerak uchun sizda natija bo'lish kerak-da. Natijali odamni odam eshitadi. O'shaning uchun ham men his qilishim uchun sizlarni doim mehnatlaringizni his qilishim uchun oldin men o'sha bosqichdan o'taverishim kerak. Qanchalik qiyinchilik his qilsamdagina men sizlar bilan birga bo'la olaman. Agar his qilmasam, bo'la olmayman. O'shaning uchun iloji boricha yonlaringizda qiyinchilikda bilaman. Ketdik. Demak, birinchilardan bo'lib Tajibayev G'ulomjon. Tajibayev G'ulomjon, telefon. G'ulom aka, tabriklayman. Telefonlarni olib kelib bering. Redmi C14 qo'yganmiz va o'sha telefonni sizga sovg'a qilamiz. Iloyim daromad ham oldingiz. Nasib bo'lsa mana shu sovg'a sizniki. Yaxshi kunlaringizga ishlating aka. Rahmat. Xayrli bo'lsin doda. Ham daromad, ham anaqa multivarka. Tayyorlanib tursin. Tabriklayman opajon. Qo'shatova Nodira. Hop. Pilisos беспроводной. Tabriklayman, haqiqiy shogirdim. Yuna anaqa Ufas klinikani admini anaqasini, gruppasini. Malades. Tabriklayman, xayrli bo'lsin. Allohga qo'yasiz. Robayeva Mavluda. Multivarka. 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 Keyingisi. Keling, keling. Siz bitta rasm tushira olamiz. Berganimiz. Ochilova Malika. Ochilova Malika, multivarka. Multivarka, Ochilova Malika kimi ustozlari chiqinglar, olaveringlar. Tabriklaymiz. Mirzayeva Dilfuza, multivarka. Tabriklaymiz. Sizmi? Eng qadrli top liderlarimda. Tabriklayman. Xayrli bo'lsin. Mamatova Xursanoy, o'zim olaman multivarka. Mamatova Xursanoy. Ha, sizmi? Ha, davay. Mamatova Xursanoy. Olqishlab turamiz azizlar. Muzika qo'ymaymizmi? Ikkita dazmol, bitta pilisos, ikkita multivarka. Multivarka. Musayev Mahmudjon multivarka. Azizoppa? Azizoppa, sizga nima multivarka? Familiyasi? Abduvaitova. Ha, sizga nima? Tabriklayman. Multivarka. Multivarka, bitta multivarka. Rahmat ating. Zira Mavluda. Televizor 43 dyumli televizor. bitta multivarka. Ha, bitta multivarkasini ham qo'shib olib kelaveringlar. Olib keling, anaqasini shuni ustiga. Jigarim sizni ancha ishga qo'yib qo'ydinglar lekin. Jolon, yordam beravering. Yana nima? Bo'ldi, bitta rasm. Buni olib kelishga yordam beringlar. Men olib ketaman buni aytib. Kim? Mikrotolqinli pechmi? Shahrisabz jamoasi sizlarga malades, shuncha narsa yutdinglar. Qamashi jamoasi sizlarga ham tashakkur, Surxondaryo. Chuqur minnatdorchilik bildiraman. Nasib bo'lsa, do'xti va ko'ngilli ko'taring. Albatta qachonki bu narsa bo'lar, men sizni bilgan va tanigan va birgalikda mana shu sistemani ichidamiz va bu narsani qilyapmiz. Xudo xolasa, mana 20-sentyabrgacha challenge ketyapti bizada va shaxsan $10,000 chekam, ana pulam naqd pulda ko'rsatib qo'yganman.
u ham o'sha bizani 20-sentyabrga challenjda ishtirok etyapti. O'sha kim birinchi o'sha aytilgan shartni qilib bo'lsa, boyagi Dubay sayohatdan tashqari отдельно yana $10,000 naqd ko'rinishda sovg'a pulini oladi. Nasib bo'lsa, inshaalloh. Inshaalloh. Nimaga bu narsa kerakki, birinchi men kompaniyaga kelganimda shu novichok ham o'sha asosiy generallarga ko'proq fokus qaratish. Mana liderlar haqiqatan ham yaxshi imkoniyat bo'lishini tezroq olib chiqishni istayman. Qo'shiling o'shani valnada va birga bo'ling, inshaalloh birgalikda qilamiz. Hammalaringizga minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmat. Sog', salomat bo'linglar. Omad. Rahmat hammaga, rahmat. Bitta obshirasi bilan. O'zbek o'g'loniga bir to'rtligim bor. Voy mana. Har yigit turistami daston, o'zbegim yigitlari paxtakordir, birishkordir, xalqimga xizmati sozdir. Har yigit uchqundek shovvozdir, o'zbegim yigitlari. Men ham o'rtoqlar, avvalambor assalomu alaykum. Mana shu ULC kompaniya qatnashchilari, hamkorlari, liderlariga hammaga salom. O'zim nomidan, oilam nomidan chidab tura olmadim men ham o'rtoqlar. Shu bugun mana shu opamiz, Mehrnisa opamiz qancha gapirdi. Bu hammamiz uchun birgalikda ishlash maqsadida chiroyli ma'ruza o'qidi. Rahmat u kishiga. O'zimni minnatdorchiligimni bildirdim ichkarida. Rahmat. U kishiga. Xudo xolasa, o'rtoqlar, mana men ham niyat qilib sizlarga qo'shilganimga xursandman. Nasibsa hammamizga Alloh yo'limizni bersin. Shunday. Shu odamning izidan boraylik. Shu odamning darajasiga Inshaalloh hammamiz birgamiz hammamiz. Katta rahmat. Onajonlarimiz, mening uchun dunyoda eng aziz onajonginam o'ynasin. Mening uchun dunyoda eng aziz onajonginam o'ynasin. Sizlari dardimga darmonim ey, mehribonginam o'ynasin. Sizlari jonimga darmonim ey, mehribonginam bir o'ynasin. Qo'lidan tushmaydi urmagin, chivarasi yurmagin. Otamning yanchig'i tilgagi ey, onajonginam bir o'ynasin. Rahmat. Juman akamning yanchig'i tilgagi ey, onajonginam bir o'ynasin. Firuza opam o'ynasin. Ey do'stlarim, Yulduz xonim ey, Yulduz xonim akajonim bilan o'ynasin. Hammangizni mana shunday oqshom bilan tabriklayman. Rahmat. Bu hali bu boshlanishi o'rtoqlar. Inshaalloh. Divochasi. Hali katta ansambl tuzamiz. Rahmat. Nasib bo'lsin. Kam boshlig'ida. Inshaalloh omad. Hammalaringizga katta rahmat. Bo'ladi bu. Xudo xolasa. Rahmat. Azizlarim, bitta narsani tushuning. Biz o'zbekmiz, millatim bir, siz bilan dinim bir. Shunday. Bizga din ayirmaymiz, boshqa anaqa qilmaymiz. Lekin mentalitet bir. Hozir qanday bo'lsak, qanday holat bo'lsa, o'sha jaydarilik, o'sha holatimizcha kompaniyani quramiz. Kimgadir o'xshash emas, kompaniya United laboratoriyaning o'zining yo'li bor va o'sha yo'ldan birgalikda harakat qilamiz. Kichkina narsadan ham motivatsiya olamiz. Mana shunaqa insonlar. Iloyim, baxtimizga sog' bo'linglar. Mana yo yurib chiqyapti, yugurib chiqyapti. To'lib ketyapti. Demak bu. Demak bunda lider. Nasib bo'lsa buni tayyorlang. Ustozi kim?